Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Onu anlasam bu, bunu anlasam o baka. Gajıldaydıgan bolup aldı dana bulaydı ya şamal yok tala emez. Neymiş gajıldaydı bu kamera bilemeye kaldım. Geçirin la vatandaşlar. Bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiye de Sıdıkacı Rozi. Washington'da sözleyimiz. Bugün çizlağı vatandaş 2022 yıl 2. ayının 28. gün. Hesapta 2. ay ahırlaştığı digellikti. Bugünkü vaziyetin söz eysek hazır. Tazı enek emas, birisi de inkar kılıvatıdı, birisi de muayyelleştirivatıdı. Rusya ile Ukrayna söhbetki olta değil. Yani söhbet ötközmekçi değildi. Bu toğırda eğer ene haber bolsa atögün kilişi mümkün vatandaşlar. Şunun için neç gündün bir iki veya ki müş gündün bir iki Ukrayna-Rusya vuruşu doğrusu diki. Leksiyelene bugün silahı sözlerimiz vatandaşlara. Mavzumunda bütün dünya hazır. Ukrayna krizisini emez. Belki Rusya krizisini baştan geçirmekte. Mavzulu haber 2. ayının 27. günü Van Beit orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Germanya Taşkı İşler Ministeri Annalena Baerbock. Bu kalt seviyelik ayal iken cuma bunun iki orunda sözlügen birisi Kazakistan doğrusu sözlügen sözü şu vakti sizlerge anlatmadım. Andi bugünkü sözlügen sözünü etkanda bu ayal Taşkı İşler Ministeri Germanya'nın siyasetki intayın sezgör ayalda kılıdı vatandaş. Annalena Baerbock Ukrayna vaziyetini muhakeme kılgan München yığınıda mındak görsət. Bütün dünya bugün baştan köçürüp atkan krizis Ukrayna krizis emez. Belki Rusya krizisidir. Vladimir Putin 2008 yılı Gruzya, 2014 yılı Krimiya, hazır Ukrayna'da devlet bexatarligini bahane kılıp tokunuş payda kıldı ve kılıvatıdı. Rusya normal devlet buluş yolunu tallamdı ya ki Rusya imperiya kuruş yolunu tallamdı. Muşenegizlik mesele hal buluştan avval Ukrayna tokunuşudaki tokunuş özlüksüz. Vattırgı çıkıp durdu dep görsət. Prezident Vladimir Putin yakında notuk sözlügende özüne ham hiyallarını yüksek derece götürgen idi. Prezident Vladimir Putin Ukrayna'nın mavcudluğundan gumanlandı. Ukrayna tarihte Rusya'nın teritoriyası idi. Han devrden tatip Şinjan Cumhuriyeti'nin bir kısmıydı. Ukrayna tarihten beri Rusya'nın bir kısmıydı. Tasavvurunuz gelip tahlil kılabilen vatandaşım. Vladimir Putin Ukrayna'nın devlet kuruşunun Lenin ve Sovyetler Kompartiyası'nın cinayeti de hesapladı. Ameliyatı bolsa tarihte Kiev, Rusya devleti oturuğu çıkıştan burun ki bir iş idi. Avrupa'nın menjillik Avrupa'nın 1000 yıllık tarihi qarab baxsınız. Uçaqda Rusya degan isim yok idi. Biz bugün tilg'ilayotgan Rusya bir necha asrdan keyin o'ttirg'i chiqqan Rusya idi. Biz bugün tilg'ilayotgan o'ttirg'i chiqqan Rusya idi. Belki bu Rusya imperiyasi kishilarga o'zliksiz tashqariga kengaydigan tajovuzchilik ta'sirini singdirdi. Tajovuzchilik ta'sirini berdi. Tinchlik uchun tarixda paydo bo'lgan chegaralar hurmat qilinishi lozim.
Rusya qo'shnilar bilan inoq birga turishni o'rganib olishi lozim. Germaniya bo'lsa hozir tarix bilan yarashdi va qo'shnilar bilan tinchlikda, inoqlikda birga turishni o'rgan. Masalan, Germaniya bilan Rossiyani solishtirganda Rossiya qo'shnilar bilan inoq o'tishni o'rganolmadi, lekin Germaniya tarixdan qo'shnilar bilan inoq o'tishni endi o'rganib oldi. Yana bir xabar vatandaş. Yevropada top zembrek ovozi yangrashga boshladi. Osiyoda bir-biriga devaylishish boshlandi. Butun yer shari Kompartiyaning harakatlariga diqqat ag'dirmoqda. Chunki Kompartiyasining harakatlariga diqqat ag'dirmoqda. Mavzuli xabar 2-oyning 27-kuni Van Meteorbididan xabar. Bunday boshladi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga ergishib, kayni-kaynidan Rossiyani qo'llayotgan va Tayvanga egilik huquq talab qilayotgan Jungo Kompartiyasi xalqaro jamiyat diqqat qiladigan muhim nuqtaga aylandi. Nopuzluq diplomatlar mundaq tahlil qildi. Jungo Kompartiyasi hozir Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlarining ojiz taraflarini kuzatmoqda. Tayvanga hujum qilsa to'laydigan badalni hisoblashishga boshladi. 2-oyning 24-kuni Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan kun Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarning savollariga javob berganda Rossiyaning harakatini tajovuzchilik deyishdan o'zini qochirdi. Jungo'ning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq vakili Jang Jun bexatarlik komitetida Rossiyani ayblashni rad qildi. 25-kuni Xi Jinping Prezident Vladimir Putinga telefon berib, Rossiya va Ukraina suhbatiga haydakchilik qildi. Minister Wang Yi Ukraina vaziyatini Jungo ko'rishni xohlamaydi dedi. Jungo'ning Kichong bankisi Rossiya mahsulotlarini sotib olib, mablag' to'plab berishni chekladi. Jungo Savdo-sanoat bankisi va Jungo bankisi ana shunday qildi. Bu bir qator harakatlar Beijing Rossiya qaratgan muomala pozitsiyalarini tartibga solib, muhim burilish hosil qildi deb qaraldi. Jungo Kompartiyasi Rossiyadan ayrilib ketish qiyofatlarini o'ttirg'a elib chiqishga boshladi. Amerika Jungo'dan ayrilib ketish, Amerika Rossiyadan ayrilib ketish, xalqaro jamiyat Rossiyadan ayrilib ketish. Amerika Jungo Rossiyadan ayrilib ketish, Rossiya Jungo'dan ayrilib ketish. Hozirgi payt vaqt jadvalida yoki vaqt achalida dal shundaq masala o'ttirg'a chiqdi vatandosh. Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi. Amerika Jungo'ga gap qildi. Qo'lini qo'yishtirib, qarab turma dedi. Mavzuli xabar 2-oyning 27-kuni Tayvan markaziy agentligi e'lon qilindi. Amerika Aqsaroy bugun Rossiyani ayblashga Jungo'ga chaqiriq qildi. Demak, 27-kuni mushu chaqiriq, 28-kuni Jungo'ning ikki bankisi, Jungo bankisi, Jungo Savdo-sanoat bankisi Rossiya mahsulotlarini sotib olishni to'xtatib, Rossiyaga pul to'plab berish, pul jug'lab berishdan iborat bu ishni chekladi. Demak, hozir Rossiya Jungo o'tirishida mushunchalik ish o'tirib chiqdi. Ko'rib turibsiz, Aqsaroy qo'lingni qo'yishtirib qarab turolmaysan. Rossiyani ya qo'llaysan, ya tajovuzchi deysan. Ko'rdingizmi? Savol qo'ying, xo'jayin yana nima ekan deb savol qo'ying vatandosh.